Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Timur A'zamov. Bugun men sizlarga Phuket Option Trading'da razgon qilib ko'rsatib beraman. Mana shu $10 pulimni razgon qilib oshirishga harakat qilaman. Telefonda razgon qilamiz. Har doim telefonda ishlayman, ya'niki ko'pchilikda kompyuter bo'lmaganligi uchun telefonda razgon qilib ishlab ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek balansimiz serialniy hisob, balansimizda $10 pul bor. Mana shuni razgon qilib ko'taramiz. Har doimgidek mana o'zimni shaxsiy strategiyam bo'yicha ishlaymiz. 5 soniyalikka bitim ochamiz. Grafikni S15 ga qo'yib olib, A7 siniy valyutni paramiz hozircha yaxshi harakat qilyapti. Svichamizni kuzatib bitimni ochamiz. Bu yerda grafikim M1 ga qo'ymagan ekan, S15 adashib ketdim. Grafikda M1 ga qo'yib olishimiz kerak. M1 da ishlaymiz. Qanchadan beri savdo qilmaganimga e'tibor bermabman. Uzr so'rab qolaman. Xo'sh, bu yerda endi ishlasak, yaxshilab ko'rsatsak, bitta pastga ushlaymiz shu yerdan. Juda ham ajoyib birinchi bitimimiz. Juda ham chiroyli yurib berdi. Balansimiz $19 bo'ldi. Bu svichani o'tkazib yuboramizda, yangi svichadan yana savdo qilamiz. Xo'p, yangi svichamiz ochildi. Qizil svicha bo'ldi. Kuzatamiz uni ham yaxshi ilgari vaziyatdan bitta pastga ushlaymiz. Ozgina qattiq qoldi nimaga grafik, lekin juda ham yaxshi. Bizning bitim foydada yopildi. Riskni $20 qilamiz. Kuzatamiz, narximizni kuzatib bitta shotdan ushlasak, qani bu ham yurib bersa juda ham zo'r bo'ladi. Ajoyib. Bu ham yurib berdi. Ketma-ket foyda. Balansimiz o'sha $46 bo'ldi. $10da $46 qildik. Bu juda ham zo'r. Riskimizda endi biz $30 risk qilsak, $6 pulimiz zaxirada turadi. Agarda biron bir kor hol bo'ladigan bo'lsa, shu sabab narximizni kuzatsak, o'z svichani o'tkazib yuboramiz. Agar do'stlar, sizlar men bilan birga savdo qilishni xohlasanglar yoki mana shu barcha bilimlarimni o'rganishda, mana shu strategiyani va boshqa strategiyalarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda birga savdo qilamiz va barcha bilgan bilim, strategiyalarimni sizlarga tekinga o'rgataman do'stlar. Shu sabab o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, biz bu yerda narximizni kuzatsak, hozir yangi svichamizni kuzatamiz. Yashil svicha qizilga aylanyapti. Bu xavfliroq. Shu tam bitta ushlasak, yaxshiroq joydan ushladik, yurib berish kerak. Ajoyib, juda ham zo'r, juda ham chiroyli yurib berdi bizning bitimimiz. Ushbu bitimimiz ham foydada yopildi. Yaxshi do'stlar. Xo'p. Qani endi yana kuzatamiz narximizni, riskimizni $50 qilsak, $24 zaxirada qolib turadi. Balansimizni bir $200 qilsak yetadi. Undan ko'p razgon qilmayman. Xo'sh, mana buni kuzatamiz. Shotdan bitta ushlasak, xavfliroq joyi, lekin yurib berish ehtimoli bor. Juda ham zo'r mana. O'zinglar ko'rib turganinglardek ketma-ket bitimlar yurib beryapti. Strategiya barcha zo'r ishlayapti. $100 qilamiz. Shotdan bitta ushlaymiz. Yaxshi joy turibdi. Yaxshi joy turdimi? Ushirish kerak. Bozor o'zi ham juda zo'r yuryapti. Bu yerda grafik qatib qoldi. Nimaga buni qatib qoldi bilmayman. Bo'ldi, bitim foyda yopildi. Menda internetim yaxshi, Wi-Fi'm yaxshi, grafikni o'zi qatib qo'yapti. Nimaga bilmayman, yoki ko'pchilik inson savdo qilsa ham shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Balansimiz $212 bo'libdi. Yana bitta risk qilsak ekan yoki savdoni to'xtatsak ekan. Hozir mana bu svichani kuzatamiz. O'sha svicha o'ta g'alati harakat qilyapti. Plus grafik qatib qolganligi uchun to'xtatsak ham bo'ladi. Savdoyimizni riskni $100 ga qo'ysak, xo'sh, kuzatsak, shu tam bitta ushlasak, qani endi voy, yashil bo'lmasa yaxshi. Unaqa zo'r bo'lmasa ham yurib berdi. Balansimiz $350 bo'ldi. $10 da bir necha daqiqada $350 qildik. Bu juda ham zo'r natija.
Agar sizlar ham men bilan birga savdo qilishni xohlasanglar yoki bepulga darsliklar, strategiyalarni o'rganishni xohlasanglar, Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Web kanalga qo'shilish bepul, bepulga qo'shib, bemalol birga savdo qilib o'rgansanglar bo'ladi. Balansimiz $350 bo'ldi. Bitimlar tarixini ko'rsak, juda ham yaxshi savdo bo'ldi bugun. Bironta minus bo'lmasdan mana bu yerda $10 dan boshlaganmiz. Bu pastdan $50'liklar. Boshqa savdolar bundan pul yechishdan oldin qilgan edim. $10, $20, 20, 30, 50, 100, 150 qilib, $10 pulimizni $350 ga olib chiqibmiz. Ana endi profilning ustiga bosamiz hamda finans bo'limidan pul yechishga o'tamiz. Bu yerda pulimizni Humo Uzkartga o'chamiz, lekin sizlarga maslahat beradiganim kriptovalyutaga USDC ga yechinglar. Men oldin Humodan pul so'raganligim uchun pul yechisham Humoga bo'lib qolgan. Shu sabab bundan keyingisini USDC dan solaman va USDC ga yechsam bo'ladi. Bir marta shu Humo orqali solganligim uchun pulda ilojim yo'q, Humoga yechishim kerak bo'ladi. Bu yerga yozamiz biz $300 yechaylik, $50 balansimizda qolsa-da, $50 balansimizda qoladi. Karta raqamimizni bu yerga yozamiz biz. Google identifikator kodni bu yerga qo'yamiz va pastdagi continue tugmasini bosamiz. Demak, buradan bir 4 soatchami vaqt o'tdi va ko'ringlardek, bu yerda meni yechgan pulim $300 pulim Humo kartaga yechganman. Statusi o'sha bajarilgan pulim kartamga kelib tushdi. Agar sizlar karta orqali pul solsanglar, agar kartanglarni verifikatsiya qilgan bo'lsanglar, shunaqa 1 soat, 2 soatda tushadi, ba'zida yarim soatda tushadi, ba'zida 10 minutda ham tushadi, yoki ba'zida pullar tushishi cho'zilishi mumkin. Agar verifikatsiya qilmagan bo'lsanglar, kartalarni verifikatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Banklarda muammo bo'lsa, pullarda kartalarga tushish vaqti cho'zilishi mumkin. Lekin ko'ringlarga mana 3 soatdami meni pulim kartamga $300 pulim to'liq kelib tushib yechildi. Agar sizlarga maslahat beradiganim, kriptovalyuta orqali depozit qilib, kriptovalyuta orqali yechsanglar, yarim soatda, 20 minutda pulinglar sirazi tushadi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin karta orqali qilsanglar ham bo'ladi. Bemalol mana sizlarga men kartaga yechib ko'rsatib berdim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar, bepul signallar, bepul darsliklar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.